Allo. Assalomu alaykum ayajon, yaxshimisiz? Yaxshi, Xudoga shukr. O'zing yaxshilayapsanmi? Yaxshi. Labbay onajon. Kelishda pul chiqarib kelasanmi? Xo'p. Qancha pul kerak? Qancha bozorga pul kerak-da? Mayli, oya. Qayerdasiz o'zingiz? Ananglarnikidaman. Ha, o'zingiz yaxshisizmi? Yaxshi. Oldingizda kim bor? Anang bor, Ampa xolam bor, yanganglar bor, Nadira xolang bor. Mustafa bilan nevarangiz-chi? Mustafani olib kelaman dedim. Mustafani bermadi Dilnura. Uxlaydi, charchatasiz debdi. Ha, o'zingiz yaxshisizmi? Yaxshi. Ha. Xo'p, aya, hali telefonlashamiz-ku, telefon qilib turavering. Qara. Yo, men senga buni esim borda aytib qo'yin. U kunga quruq chaydan olibki. Xo'p, yoqdimi? Anangning choy qolmabdi-da, anangga menga olibki. Xo'p, aya. Anangga berib o'tib ketasan, telefon qilasan, bolalar chiqib olib qoladi. Mayli. Xo'pmi? Ha, xo'p. Uyga ham olib kel, shundan ichayotgani. Shirin yaxshi choy edi. Kechada qilib bersin, yana boshqa narsa aralashtirib bermasin. Xuddi shu o'zidek. Kecha qilib berdimi? Olib keldim-ku. Shuni tayyorlab berdimi yo o'shuni otilyaptimi? Ya, uni testo'yda, u просто sinab ko'rish uchun tayyorlagan ekan. Qanday sotiladi, odamlar qanday oladi deb. Ana shundan olib shu choyni o'zidan eshitdingmi? Oladigan odamlar. Shunday qilib bo'lib anangga, menga uyga olib borasan, anangga tashib ketasan. Xo'p, aya. Ana shuda. Bu shuni aytib qo'ying, esim borida kelib ishdim, bir o'qimni bor ekan, odam qolmamiz. Ha? Chay qolmabdi anangning. Xo'p, eshitdim, aya. Bo'pti, mayli, yaxshi ishlar. Omadingni bersin. Xo'p, aya. Rahmat. Yaxshi.